Hop, parazitlar haqida. Parazitlar nima u? Parazitlar hozir ayni paytda o'sha lamba, askaridalar, har xil parazitlarning ko'p insonlarning ichida bor bu narsa. Ayniqsa bolalarimizda, bolajonlarda bular kelishadi, o'sha tishini g'irchillatyapti, apetiti yo'q, ozib ketyapti bolam, o'zi 16 yosh, kilosi kam deb kelishadi. Buni birinchi o'rinda gigiyenaga qarash kerak. Gigiyena deganda qo'lni har doim taom yeyishdan oldin qo'lni yuvish kerak. Обязательно qo'lni yuvish kerak. Endi buni sabablari nimadan kelib chiqadi deganda, ko'proq kim shirinlik iste'mol qiladigan insonlarda va kimyoviy narsalar qo'shilgan mahsulotlarni ko'p iste'mol qiladigan bolalarimizda, ayniqsa och qoringa iste'mol qiladigan bolalarimizda juda ko'p uchraydi bu narsalar. Bu narsalarning ham yechimlari bor. Bu narsaga ham murojaat qilsangiz bo'ladi. Shu parazitlarga qarshi bizada o'sha mahsulotlar bor. Bolajonlarimiz kelishgan, o'sha uchun dog'i bilan kelgan, tishini ko'p g'irchillatadi deyshadi. Tishini g'irchillatadi bo'ldi. Bu aniq unda parazit gijja borligini belgi. Yana aytishadiki, o'sha orqa tomoniga qo'lni olib boradi deyshadi. Shunaqa murojaatlar bilan kelishgan. Alhamdulillah shu mahsulotlarimiz bor. Shu mahsulotlarni ham iste'mol qilib yaxshi natijaga erishishgan.